Salom obunachilar va tomoshabinlar, bugun men labirint modini qildim. Bunda har xil labirintlarni o'tasizlar. O'ta ham zo'r. Maza qiladi. Masalan, labirintni o'taman. Qaranglar. Keyin bu yerda anaqa o'zingizlarga anaqa effektlarni berishinglar mumkin. Qaranglar, bunday yurganlarida sizlarda effekt chiqadi. Qaranglar, olov. Zo'r mana. Birinchi labirint mana. Oddiy, eng osoni. Mana birinchi level shu yoqdan ketadi. Ana men masalan bundan bir marta o'tdim hammasini. Yo'qlam, bu birinchisi oson. Ikkinchisi qiyin, to'xtinglar. Mana qaranglar. Hop. Va aynan ham qilib qo'yadi sizlar chalg'itish uchun. Mana va ikkinchisi, uchinchisi kattalashib, yana ham qiyinlashib boradi. Qaranglar. Keyingisi mana qaranglar. Mana u yer bo'ladi. Bu yer o'ta qiyin ekan shu yer. Sizlar ham o'tib ko'rishinglar maslahat beraman. Mana qaranglar. Keyin o'yin oxirida oltinli qaranglar. O'rtasida bitta narsani sezib qoldim, A harfi. Men shu narsa bor, menga Artify eslatdi. Artify akani. Menga Artify akani videolari o'ta yoqadi. Bu oxirgisi emas. Keyingisi ham mana qaranglar. Mana osmonda yana bittasi bor. Shu yerga sizlarga teleportatsiya qiladi. Bas tezroq chiqaylik. Mazza qilib o'tdim, hammasidan. Lekin o'ta qiyin ekan. Ba'zidan jinni bo'lib qolishayapti. Mana birinchisi mana u qaranglar mana. Mana qaranglar, sizlarga mana qanaqa yo'l tashlaydi. Mana qaranglar, baytda tagi mana ichi zombilar bo'lib qoladi. Zombilar sizlar aslida yo'q qilib ham ular mazza qilib shu yerlardan o'tib o'zinglarni tekshirib qanaqa yaxshi o'ynashinglarni bilib o'tasizlarda. Xullas men umuman labirintdan o'ta olmas ekanman. Meni balki teleport qildi. Ana qaranglar, baytdan ham o'tasizlar. Qiyin. Sizlarni birinchi bayda teleport qilsa kerak, birinchi. Kattasi teleport. Keyin qilich. Shuncha narsalar beradi ana. Bu maza. Agar bu sizlarga yoqqan bo'lsa, menga bitta like va bitta obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Agar 20 ta bo'lsa, Artifyga, Kaizoga o'xshagan uzun videolar olishni boshlayman. 35 ta bo'lganimda esa, omunachim 35 ta bo'lganimda obunachilarim 35 ta bo'lganimda Artify qishloq bilan video oladi-yu, men esa bitta ukam bor, o'sha ukam bilan birga video olaman. Mo shadirda qaranglar, zo'r shadir qilib qo'ydim, qarang. Mo tepada qarang, mana bulutlarni. Mo kech tushsa ham o'ta zo'r, to'xtayman. Bitta quyosh yer. Jijjanaqasi borda. Zo'r shadir qildim. Bu yomg'ir chaqiradi-ya bu. Hozir tun qilamiz obunachilar. Ana, ana moni qaranglar. Chiroyli qaranglar. Vau. Bu shadir kerak bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Shu shadir kerak bo'lsa kommentariyaga yozib menga aytinglar. Topib beraman. Baytga Ulas belki Anilbay deb yozib qo'yibdi. Birinchi o'qiganda Anilan dublaj degan anaqa esimga keldi. Iltimos, men o'ta ham istayapman, obunachilarim menga like bosishini. Like bosishni o'ta istayman. Qarang. Baytda mana bu xaritalar, yerlar xaritalari. Xullas, mazza qilib o'ynaysizlar bu yerda. Sizlarga ham bu tavsiya qilaman. Aytingchi, bu mod qayerdaligini aytmoqchiman. Bu mod meni Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimning silkasi video описаниеda.
Sizlarga kerak bu ichida Minecraft filmi ham bor. Minecraft filmini ham topib ashyoga joylab qo'yganman. Mazza bu Minecraft filmidan yo'q, mana bu yerda dinozavr anaqaga ham yo'l ochiladi. Bu oddiygina lava. Qarang, uy, bayta anaqa bo'lgan. Sezmaganman degan. Yo'q. Shunaqada. Oho, men yig'dimi, yig'saydi. Xullas, obunachilar, iltimos meni like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha, iltimos, qaysi labirint sizlarga chiroyli ko'rindi, shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'tlini birinchisimi yo 5-chisimi? 1 2 3 4 5-chisimi yoki mana u xullas kutubxonani ikkinchisi yo birinchisi yo oltinlini bitta o'zi yoki onovi xullas olmosni qaysi biri yoqqan bo'lsa sizlar aytinglar va like menga aytinglar, kommentariyaga iltimos, kommentariyaga ko'proq narsa yozinglar. Iltimos menga obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. O'ta ham xohlayman menga obuna bo'lib qo'yinglar. Ashu menga obuna bo'lgan odam iltimos ota-onasini hoji olib menga shu obuna bo'lib qo'ygan odam. Meni ko'rayotgan odamlarning hammasi artifayli videolarini ko'rsa kerak. Aniq bilaman. Meni ko'rayotgan barcha odamlar artifayli videosini ko'radi, to'g'rimi? Goodbye obunachilar, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Goodbye.